O'sha boya gapda, o'sha yolg'iz qolganingizda gunoh ro'paringizga kelganda shart yuzi o'gira oldingizmi? Demak, Alloh yodingizda turuvdi. Gohida inson o'zini o'y xayoliga erkinlik beradi. Shunda uni ko'nglidan Alloh norozi bo'ladigan ishlar o'tadi. Ma'siyatni tasavvur qiladi va o'sha ma'siyatni qilayotganligini ko'z oldiga keltiradi. Allohdan uni uzoqlashtirib qo'yadigan amallarni o'ylay boshlaydi. Agar mana shunday holat o'zini oqimiga tashlab qo'yilsa, katta gumon bilan ana shu o'y xayollar amalga aylanib ketadi. Alloh azza va jalla bandaning xayoliga kelgan narsa uchun hisob-kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, xayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob-kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, xayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Ana shu o'y fikrlar amalga aylanib ketishining xavfi bor.